Damas avtomobil mashinamiz bor, hadoga tashlab ketilgan. Motorlardan mo'yla oqyapti ekan. Jarayonni kuzatib borsalaring, sizlarga qayerdan mo'y oqayotganini, hadoda nimalar ketganini ko'rsatib boraman. Mashinamiz old qismlarida lova kolonkasida luftlari bor. Lova kolonka holatlari yaxshi, ligirovkalarini qilib beramiz. Cheripaxa rezinkalari tirish tushib, yorilishi kelib qolgan. Uji cheripaxa rezinkalarini komplekt holatda almashtirib beramiz. Stabilizator rezinkalari tirish tushib, yorilishi kelib qolgan. Ko'rib turibsizlar, stabilizator rezinkalari komplekt holatda almashadi. Sharovoylari ikkala tomoni ham sharovoylar pishgan. Ikkala tomonni ham sharovoylarni almashtirib beramiz. Supportlarida ovozlari bor. Tomonida ham support ovozlarini ham yo'qotib beramiz. Motorning moyi oldi sandidan, valdi sandidan moy qo'yyapti. Ko'rib turibsizlar, polniy moy qo'ygan hamma yoqda. Oldi sandilarni almashtirib, yuvib chiroyli qilib yig'ib chiqarib beramiz. Misol vtulkalar 200 ga tegayapti, ko'ryapsizlarmi? Rezinka sanni bloklari uzilib tugab qo'ygan. Orqa amortizatorlari, galelar jaladi, rezinkalari oqib ketgan. Orqa amortizatorlar qaranglar, bitta rezinkasi yo'q, tushib qolibdi. Moylar qo'yib olgan qaranglar, amortizatorda moy bo'lyapti-ku. Orqa amortizatorlarni komplekt holatda almashtirib beramiz.